Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz bir xonali xonadon bo'ladi. 4 etajli domimizni 3-etajida bir xonali tayyor girib yashaydigan kvartiramiz sotib qo'yilayotir. Mestasına keladi bo'lsak, Jo'rabek saloni arka tarafida bo'ladi. Shu yerdan kirib ketaverishdi. Mestasi ajoyib, hammaga yaqin. Bu tarafimiz Shumbola Olimpiya stadioni taraf bo'ladi. Esa gittik, Unichan taraf bilan do'st chiqsa. 3-qavatimizdan yetib keldik. Podizlari toza duradi. Shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklari demir, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Ichon tarafına kiradi bo'lsak, bir garaj xotimiz bo'ladi. Oyoq tegimizni shuningdek g'ollada ushalib turibdi. Uyimiz hamma joyi aboydan chiqib turibdi, yaxshi aboylardan. Berimizda sanuzel joylashib bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, akfa eshiklar qo'yilgan. Bu yerda kir mashina oladi. Vannalar ham toza, akkuratniy. Aristollarimiz ham o'tib turibdi. Ban tarafimizda oshxona bo'ladi. Oshxonamiz ham shuningdek arkalarida kafelar turibdi. Oshxona mebellari bo'ladi. Aboydan chiqib turibdi, yaxshi aboylardan. Aynalarimiz hamma ayna akfa ayna bo'ladi. Katyollarimiz ham ishlab turibdi. Berimizda xonasi joylashib bo'ladi. Xonamiz ham uzun tushgan. Yaxshi indef eshiklardan qo'yilgan. Bu yerda shunning katta shkafi bo'ladi, toza. Oyoq teglarimiz g'oli. Xonamiz ham aboy, yaxshi aboylardan. Konditsioner ham bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, akfa eshik aynalardan qo'yilib turibdi balkon tarafimizga. Yaxshisidan. Bu yerda shunday kichkina balkon ham bo'ladi. Uyimizda ko'rib turgan barcha narsalaringiz qoladi. Narxini keladi olsak, 240 million so'm. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon aytib bog'lanishingiz mumkin. Esa sog' bo'lin, salomat bo'ling.